ehtiyot bo'lishinglarni eslatib o'tamiz. Chunki hozir anu game plan chiqdi O'zbekistonnikichi, Toshkent shahari game plani. Game planda ko'p joylar qizilga tushganda, o'shaning uchun yer olganinglarda ehtiyot bo'lib sotib olishinglarni, tekshirib olishinglarni tavsiya qilamiz. Chunki zalogga pul berasizlar-ku, zalogga pul berganinglarda zalogga olgan odam ishlatib qo'yapti-da pulni, keyin ertasi kun janjal bo'lyapti. Tushunasizlarmi? E'tiboringlarni markaziga, men mahallaga qaratishinglarni so'rab qolaman. 4 sotuv yer sotilyapti, hurmatli obunachilarim. Hozir programmani ham qayerdan olishni o'rgatib qo'yaman sizlarga. Qaranglar, suv, svet, gaz, kanalizatsiya, hamma kommunikatsiya bor. O'zi 8 sotuv ekan. 4 sotigini bo'lib sotishyapti. Tekis to'rtburchak, zo'r joyi bor ekan, zeleniy zonasi bor ekan, tupikoviy ko'cha ekan, kanalizatsiyasi ham bor, ko'rasizlar. Mana bu yerda takoy besetka bor. Maza qilib, qo'ni qo'shnilar choy ichib, kechqurun nardan taqillatib o'tiradigan joylari ham bor ekan. Mahalla polnoценный, chiroyli mahalla. Hammasi yangi uylar. Orqada mana yana ozgina zaxvati bor ekan, ko'rasizlar. Bu keyinchalik olib, o'zingiz uchun takoy mashina qo'yish uchun joy, bu yoq orqada ham ko'cha ko'rasiz. Hammaga o'zingiz uchun joy qilib olasiz, aka. Tekis to'rtburchak yer. 14,5 sotuv, 14,5 metr fasad. Bu yog'iga 20 nechidan metr bo'ladi. 4 sotuv, sal oshuvroq. Hurmatli obunachilar, pastdagilarni nomini yozib qo'yaman. Mashina bozori ro'parasida joylashgan. Boyagi programmani sizlar bizning Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Joningiz sog' bo'lsin.